Hammaga salom. Keling sizlar bilan bugungi vlogimda nimalar bo'lishini aytib beraman. Undan oldin kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Chunki YouTube tugmasini olish meni kichkinagina orzuyim. Bu kichkinagina orzuyimni birgalikda amalga oshiraylik. Vlogimda asosiy lokatsiyalar: birinchi qamar do'koni, ikkinchisi Photogrey. Kursdoshim bilan birgalikda bugungi ajoyib kunni o'tkazishga qaror qildik. Har doim ko'rishganimizda fast foodlarga kirardik. Lekin bu gal yengillik qilib milliy taomlarga kirdik. Menyuni ochib taom zakaz qilishni boshladik. Zakazimiz kelguncha maza qilib gaplashib o'tirdik. Zakaz qilgan taomlarimiz ham keldi. Mazza qilib ta'tilashib o'tirdik, chunki anchadan beri kursdoshim bilan ko'rishmayotgandim. Milliy taomlardan chiqib Seulmunga yo'l oldik. Seulmunga borishimizning asosiy sababi yangi ochilgan qamar do'koni va Photogrey. Qamar kitob do'koni qaysi tarafdaligiga boshimizni qotdi va to'g'ri yursak, oxirida qamar do'konini topdik. Qamar kitob do'konining ochilganligini Instagram orqali bildim. Bu yerda o'zingiz xohlagan kitoblarni topsangiz bo'lar ekan. Yangi kitoblar olish va bu yerga asosiy sababi, ya'ni Nesi kitobi topish edi, lekin Nesi kitobi bu yerda qolmagan. O'tgan vlogimda ham aytgan edim, topolmadim deb. Men doimiy boradigan kitob do'konlarida qolmagan ekan. Men topishni bilmayman yoki-da umuman tez sotilib ketyapti. Turli xil kitoblarni ko'rdik. Men har doim o'zimga yoqqan kitoblarni yozib olaman. Qamar kitob do'konidan chiqib, ko'prik orqali Narbetga o'tdik. Sal yurgandan keyin Photogrey chiqadi. Buni ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun o'zim sizlarga ko'rsataman. Photogrey ichiga kirishinglar bilan shunaqa chiroyli atmosfera kutib oladi sizlarni. Mana bu devorda turli xil rasmlar ilinib qo'yilgan. Rasmga tushish uchun turli xil aksessuarlar, kiyimlar bor. Men ko'p videoyimni ijtimoiy tarmoqqa qo'ya olmayman, shuning uchun Telegram kanalimda ko'rsanglar bo'ladi. Rasmlarimiz ham tayyor bo'ldi. Biz 2 marta tushdik va aksessuarlarni vasha yoyib tashladik. Bu yerda rasmlar solish uchun albomlar bor va K-pop fotokartlari, mana sizlarga aytayotgan kostyumlar. Videoga olishga ulgurdim, lekin fotokartlarni hali ko'rishga ulgurmadim. Men bu yerga 2 marta keldim. Birinchisi armiy do'konidan bilan keldim, ikkinchisi kursdoshim bilan. Ikkinchi marta tushganimizda shunaqa kostyum kiydim. U yerda xuddi shunaqa kostyum bilan Vaynning kostyum bor. U yerdan chiqib ichimlik ichishga bordik. Menimcha bu ichimlikni ko'pchilik bilsa kerak. Men har doim kelganda ichaman. Menga ko'proq banalligi yoqadi va keyin qulupnayligidan ham ichib ko'rganman. Bu yer atmosferasi juda ham ajoyib. Kursdosh do'kondan qulupnayligidan oldim, men banalligidan oldim. Bubble tealarni juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa banallilarni. Kursdosh do'konim bilan har doim borsak, mazza qilib rasmga tushamiz, trendlar olamiz. Bu yerdan chiqib uyga kechga yo'l oldik. Bugungi mini vlogim qisqa bo'lishiga qaramay, sizlarga ajoyib lokatsiya bera oldim degan umiddaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar.